Bir hunarmand ayol oyiga 30 million so'm topayapti desak ishonasizmi? Bugun urgutlik xotin-qizlar ana shunday daromad qilyapti. Qolaversa, mahalladagi ayollarni ham atrofiga jamlamoqda. Umuman Samarqand viloyatida ayni yo'nalishda samarali ishlar olib borilmoqda. Buni raqamlarda tahlil qiladigan bo'lsak, 2025-yilda 145 ming nafardan ortiq xotin-qiz bandligi ta'minlandi. Joriy yilgi rejalar esa 20 mingdan ziyod ayollarni kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitish, 89.741 nafar xotin-qizni ishli qilish. Muqaddam Jabborova mana 10 yildirki kasanachilik bilan shug'ullanadi. Dastlab o'zi, keyinchalik oila a'zolari bilan ko'rpacha va yostiqlar tayyorlagan bo'lsa, vaqt o'tib qo'shnilarini ham bu ishga jalb etdi. Ayni paytda hunarmand mahallaning 100 nafardan ortiq xotin-qizlarini ish bilan ta'minlab kelmoqda. Muhtaram prezidentimizda tadbirkor ayollarga yordamlari ketidan kamiga 30 ta xonadonni ish bilan ta'minlagan bo'lsam, 30 ta xonadonga 3 kishidan bo'lsa ham 100 tagacha ish bilan ta'minlangan odamimiz bor. Ularning daromadlari oyiga har bir kishi 2,5 million, 3 million atrofiga topadi. Kelajakda katta sex qilish niyatimiz bor. O'zlari o'rgatdilar. Hozir uyimizga beradilar. Yostiq, ko'rpacha, ko'rpa bir kunga o'zim qizim bilan 6 tagacha chiqaramiz. E'tiroflisi, Urgutda tayyorlanayotgan ko'rpa to'shaklar Samarqanddagi yirik gilam zavodi bilan hamkorlik asosida xorijga ham eksport qilinmoqda. Amerikaga buyurtma olib chiqaramiz. Keyin Rostovga chiqaramiz. O'zimizda vakillarimiz bor, do'konlar bor. Ana oyiga 100 tadan shu ishchilarimiz bilan birgalikda chiqarib beramiz. Tumandagi Navbog' mahallasida yashovchi qariyb 20 yildan beri xalqimizning milliy hunarlaridan biri bo'lgan kashtachilik, gilamchilik hamda jiyak to'qish bilan shug'ullanib kelayotgan Munira Xursandova ham kasanachilik asosida 60 nafar xotin-qizlarni ish bilan ta'minladi. Natijalar ham yomon emas. Kasanachi opa-singillarimiz oyiga 3 million so'mgacha foyda olishmoqda. Asosan ishchilarim imkoniyati cheklangan xotin-qizlar uydan chiqmasdan turib mehnat faoliyatlarini olib borishadi. Haftaga 2 borib turib ular tayyorlagan narsalarni sotib olaman. Yana ularning pullarini berib, ishlatayotgan mahsulotlarigacha olib borib beraman. Shuni ketidan yaxshi daromad qilamiz. Turistlar bilan ko'p ishlaymiz. Mehnatimizga yarasha pulimizni vaqt-vaqtiga olamiz. Prezidentimizga rahmat. Bizga shunchalik sharoit qilib qo'yganlari. Yana bir qiziq jihati shuki, yurtimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar kasanachi hunarmandlarimiz xonadonlarida ham bo'lib, milliy hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlash jarayonlari bilan yaqindan tanishmoqda. Hatto o'zlari ham bu hunarlarni qiziqish bilan o'rganishmoqda. Shu bois ham bu mahsulotlarga xorijda talab bor. Hozirda hunarmandlar o'z mahsulotlarini buyurtma orqali xorij davlatlariga ham yetkazib bermoqda. Ko'plab davlatlardan turistlar keladi. Qiziqqanlariga men o'rgataman. Hattoki Yaponiyadan shogird chiqardim. Prezidentimiz hozir yo'l ochib berdilar. Tayyorlagan narsalarimiz, mahsulotlarimizni sotishga qiynalmaymiz. Asosan Amerika, Kanada, Hindiston asosan jiyaklarimizni juda ham yaxshi oladi. Darvoqe, Urgut tumanida hunarmandchilik va kasanachilik sohalarini rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor xotin-qizlar bandligini ta'minlashga zamin yaratmoqda. Birgina 2025-yilda tumanda 13.037 nafar xotin-qizning bandligini ta'minlashga erishildi. 2.732 nafar xotin-qiz kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitildi. 1340 nafar xotin-qiz hunarmand uyushmasiga a'zo bo'ldi. 129 nafar xotin-qizlarning tadbirkorlik loyihalari qo'llab-quvvatlandi. 213 nafar ehtiyojmand xotin-qizlar lider tadbirkor ayollarga biriktirildi. Bu yo'nalishlar uchun tijorat banklari tomonidan 3139 nafar xotin-qizga 126 milliard 685 million so'm kredit mablag'lari ajratildi.